Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli Jahon akalar. Mana Qasirg'om tumanidan Sherali bog'imiz kelgan, xudo xolasa 52 gektar maydonga bug'doy maydoni uchun kerak bo'ladigan rangraz dorilar, gandimak dorilari, bundan tashqari lola qizg'aloq dorilari, bug'doyga eng kerakli bugun oziqamiz, ya'ni Star Extra'ni qilib berdik. Sherali bog' biz xalqimizga ikki og'iz fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Nima ham deymiz? Nasib qilsa bug'doyimiz yaxshi bo'lsa, davlatimizga foydasi bo'ladi. Mehmonlarimiz shu hammasi o'ta kasasi og'iradi. Sizlarga rahmat. Tavsiyalaringiz uchun har zamonda Qozog'iston tumaniga o'tib bizlarni ham bolalarimizni ko'rib, bir kerakli maslahatlaringizni bersangiz, bizlar ajoyib xursand bo'lamiz. Hammangizga katta Ishonchingiz uchun katta rahmat Sherali bog'. Mana birga bo'lim bor. Planlarimiz yuzlarimiz yorug' bo'lsin. Hamma fermerlarniki ham. Shunday. Rahmat. Mana Sizlarga ham katta rahmat. nima deysiz aka, siz ham Men ham Shodam tarafdoriman. Planimiz yuz bo'lsin. Aytganlar. Rais omadini bersin. Omadini bersin. shunday bo'lsin.